Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli mehr ko'rsatuvi muxlislari, biz ijodiy jamoamiz navbatdagi qahramonimizni tabriklash uchun ularni ko'ngillarini ko'tarish maqsadida manzilimiz birozgina uzoqroq bo'lsa-da, Zafarobod noqiyasi Yoshlik qishlog'iga keldik. Ko'rsatuvimiz qahramoni Muborakxon ayamizni bugungi tug'ilgan kunlari bilan barcha oila a'zolari, farzandlari chiroyli niyatlar bilan tabriklayaptilar. Ularni musofir yurtidan farzandlari Zamira opa hamda Farruxjon akalar chiroyli tilaklarni izhor etyaptilar. Biz o'zimiz uzoqda bo'lsak-da Munis va Mehridaryo onajonimiz uchun eng ezgu va samimiy tilaklarimizni izhor etsangiz deyishgan. Bizning onajonimiz dunyodagi eng mehribon, eng g'amxo'r ayollar deyishgan. Albatta har bir farzandning timsolida uning o'z onasi kabi mehribon, o'z onasi kabi suyukli ayol bo'lmasa kerak. Ana shunday ekan azizlar, biz belgilangan manzilga borib onaxonga, farzandlarga chiroyli niyatlarni izhor etamiz. Zamira opa hamda Farruxjon akalar nomidan onaxonni ko'ngillarini ko'taramiz. Aziz yurtdoshlar, biz ijodiy jamoamiz ko'rsatuvimiz qahramoni Yoshlik qishlog'i, ya'ni Zafarobod nohiyasida istiqomat qiluvchi Muborakxon ayamiz xonadonlariga keldik. Shirin shakar nabiralar jam-jam. Onaxonga birgalikda barcha farzandlar, yaqinlar nomidan chiroyli niyatlarni izhor etamiz. Mehridaryo va Munis onajonlarimiz farzandlarni mehr va muhabbat bilan tarbiyalab, farzandlarni har qanday g'am tashvishlarni zimmalarida ko'tarib voyaga yetkazadilar. Ana shunday ekan, bizni hamisha yonimizda parvona bo'lguvchi, har qanday tashvish va g'amdan bizni xoli qilguvchi aziz va Munis onajonlarimiz baxtimizga sog' va salomat bo'lsinlar. Chiroyli va ezgu tilaklarni ko'rsatuvimiz qahramoniga izhor etib yetkazishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Ayajon, yaxshimisiz? Durustmisiz? O'zingiz yaxshimi? Sog' salomatmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Durustmi? Tinchmi? Salomatliklaringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Bugun kimni tug'ilgan kuni? Assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Dunyodagi hamma yaxshi tilaklarni bildiramiz. Ilohim sog' salomat bo'ling. Farzandlaringizni, shirin shakar nabiralaringizni, orzu havaslarini ko'ring. Mehridaryo onajonimizga dunyodagi jamiki yaxshi tilaklarni izhor etasiz deyishgan edi. Farzandlar bilan o'zim gaplashganman. Rossiyadagilar alohida niyatlar bildirishgan. Onajonimizni borliklariga hamisha shukr qilamiz. O'shanday hokisor, beozor ayolni farzandlari bo'lganimizda doimo faxrlanamiz. Nabiralarni mehr muhabbat bilan tarbiyalab voyaga yetkazib beryaptilar deganlar. Zamira opa bilan o'zim gaplashganman, keliningiz a? Mani o'z farzandlaridek qabul qilganlar, bizga bor mehrlarni ulashganlar, alohida rahmatimni yetkazasiz deganlar. Farruxjon aka chiroyli tilaklar bildirganlar. Nabiralaringiz Javohir, Abubakir, Biloljon nomlaridan barcha oila a'zolaringiz nomidan chiroyli niyatlarni izhor etamiz. Hamisha sog' salomat bo'ling, yaxshi niyatlarga yetib yuring. Eng ezgu va samimiy tilaklarni bildirib qolamiz. Sog' bo'ling, farzandlarga yaxshi niyatlarni olamiz. Bolalarimga baxt tilayman, qo'shganlarim bilan qo'sha qarisin, bola chaqasini orzu havasini ko'rsin. Nima niyatda bo'lsa niyatlariga yetsin. Doimo sog' bo'linglar bolalarim. Baxtimga sog' bo'linglar, qo'shganlaring bilan qo'sha qaringlar. Rahmat. Otaxon qayerdalar, aya? Bular ishdalarmikin, juma namozga masjidga ketganlar. Masjidga ketganlar. Bugun sizni tabriklab ketdilar. Ha, xo'jayin tabriklaganlar. Rossiyadagilarni sovg'asini kutmovdingizmi, aya? Yo'q. Tabriklarini. Yo'q, tabriklarini kutmadim. Ha. Ilohim baxtli bo'lsin. Farzandlar necha kishi, aya? Hammalari bo'lib. 4 ta farzand bor, 2 ta qiz, 2 ta o'g'il. Hammasi o'zi bilan o'zi tinch. Xudoga shukr. Qizlarni uzatgansiz, kelinlar olgansiz. Nabiralar ham katta bo'lib qolishgandir. Ha, nabiralar 10da o'qiydi. Demak, nabira kelin ham olarkanda, xudo xolasi.
Sog' bo'ling, yana bir bora tabriklayman. Rahmat. Dunyodagi jamiki yaxshi tilaklarni Rahmat. bildiraman. Sizga o'xshagan onajonlarimizni yaxshi ko'ramiz. Farzandlarni, sizlar ham nabiralarni sog' bo'linglar. ayniqsa tarbiyalab voyaga yetkazib beryapsizlar. Ilohim sog' bo'ling. Kelinlaringiz ikkitami? Ikkita kelinim bor. Ha. Ikkalasi ham iloyim baxtli bo'lsin. Ikkalasi ham qizimda. Ha. Ikkalasi ham yaxshi. Qarindoshdan kelin qilganmisiz yo begonami? Bittasi xo'jayinni singillarni qizi. Ha. Bittasi ham qishlog'imiz. Ha. Yaxshi. Ko'rib, tanib, Ha, bilib, ko'rib, surishtirib. bilib qilganman. Iloyim ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin ular ham. Ota-onalari hammasi yaxshi, xudolarimiz yaxshi, Xudoga shukr. Ha. Kelinlar xizmatlarni qilishadi. Ha, Xudoga Bittalari shukr. Rossiyada. Bittalari Rossiyada, bittasi Sherda. Ha. Hamma ko'simda, issiq ovqatimda hammasini Ha. Xudoga shukr qaraydi. Uyingiz juda ham chiroyli joyda. Aya bir tabiat bag'rida bahorni kelganini, qishni erta kelganini hamisha sezib turasiz. Ro'zg'orda tashvishlar, mana uy ro'zg'or yumushlari bilan ham bandmisiz, aya? Ha, Xudoga shukr. Nima ishlar qilasiz? Shu nevaralarda qaraymiz. Tomorqalarga qaraysizmi otaxon bilan? Otaxon bilan, xo'jayinim bilan. Xo'jayinim qilinlar onlarda men ham turaman. Ha, yonlarida. Yonlarida, Ha. Xudoga Nimalar shukr. ekdinglar bu yil tomorqaga? Kachka, chesnok. Kartoshka. Kartoshka yaxshi bo'ladimi, aya? Ha, bo'ladi. Har yil Xudoga yaxshi shukr. bo'ladimi? Ha, Xudoga Hosilini shukr. yaxshi qilib olasizlar? Ha, Xudoga shukr. Chesnok ham yaxshi bo'ladi? Ha, bo'ladi, yaxshi. Ha. Chorva mollari ham bormi? Xudoga shukr bor. Boqasizlar, Ha, sigir ham sog'asizlar? Ha. Kim sog'adi sigirni? Kelin sog'adi. Ha, ha, ha. Ko'proq yumushlarni kelinga topshirgan Ha, siz. kelin Xudo xohlasa, kelin qiladi, Xudoga shukr. Ha. Ha, ha, sog' bo'ling. Hamma yaxshi tilaklarni bildiramiz. Rahmat. Nabiralar nechta, aya? 13 ta nevaram bor. 13 ta nabira. Qiz ko'pchilikmi, o'g'ilmi nabiralardan? O'g'il. O'g'il nabira ko'pmi? O'g'il ko'p. O'ziga yarasha sho'xligi ham bo'ladi. Ha, Xudoga shukr. Hammasi sho'xligi ham bor, yaxshiligi ham bor. Hammasi tinch. Yurishibdi. Otaxon bilan turmush qurganingizga necha yil bo'ldi, aya? 63 ga kirgan bo'lsam, Necha yoshda turmushga chiqqansiz? 20 yoshda. Ha, 43, 45, 63 ga kirdingizmi? 63 ga payg'ambar yoshi. 43 yil bo'pti-da. Ha, 43 yil bo'pti-da turmushga chiqqaningizga. O'zingiz qayerdan kelin bo'lib kelgansiz, aya? Qo'rg'oncha, katta Qo'rg'onchadan. Qo'rg'onchadan Shitga kelin bo'lib kelganmisiz? Yantog'zorga, keyin bu yoqqa ko'chib kelganda. Ha, nechinchi yil ko'chib kelgansizlar endi? Mesir 1,5 yoshida Gulchehra. Ha, ancha yillar bo'pti ko'chib kelganlaringga. Bolalar Endi masjidda aholi tug'ilib ketdi. 1 yil bo'ldi kelgan. ha, aholi asta-asta ko'chib kelib yashashni boshlaganda birinchilardan bo'lib. Birinchi biz kelgan. Ha. Ha, Hamma yoqlar dala bo'lgan. Ha, a? dala bo'lgan. Ya, hamma yoq paxtazor bo'lgan. Xudoga shukr, mana hamma yoq bog' bo'ldi. Ha. Hamma xo'jalik serob, Ha. tinch, Ha. yaxshi. Ayol kishi hayotda hamma narsaga ko'nikib, o'rganib ketadi, aya. Xudoga shukr. Ha, Mana hammaga ko'nikadi. qayerdan kelin bo'lib, Ha, bu yoqdan shu. yana bu yerga Ha, kelib, mehnat shundoq. qilib, Ha, a? shundoq. Ko'nikib ketdingizmi? Ko'nikib ketdim, Xudoga shukr. Ha. Xo'jayinim yaxshi. Ha, ha. Xo'jayinim yaxshiligi uchun mana yuribmiz shahlarda. Yaxshi insonlarda. Yaxshilar, Xudoga shukr. Hech ham afsuslanmaysiz, a? Shunday insonga turmushga Yo'q, nimaga chiqqaningizga. afsuslanaman? Yaxshi insonlar. Ha, xo'jayinim yaxshilar, Xudoga shukr. Ha, ha. Aya, ko'proq nimalarni sog'inasiz? Yo kimlarni sog'inasiz? Yo qaysi davrlarga qaytgingiz keladi? Yoshlikka qaytgim keladi. Dada buamni sog'inaman. Inson ota-onasini. Ota-onamni sog'inaman. Ha, ha. Xudoga shukr. Bolalarim ham yaxshi, tinch. Baribir endi Tug'ilgan qishlog'ingizga borib turasizmi? borib turaman. Tez-tez borib turasizmi? Endi Yo endi baribir keyingi paytlarda mana hayotni tashvishlari, ayniqsa insonning umri tezlashgandek tuyuladi. Tezroq borishga ulgurasizmi? yo'q, endi 3 oy, 4 oyda bir endi borib, ini singllarim shu yerda xabar olamiz bir-birimizda. Ular kelishib turadi. Ha. Boramiz, Xudoga shukr. Borib xabar olib, Ha, ko'rishib xabar, ha, kelasiz, a? ko'rishib, xabar Ancha olishib bir turamiz. sog'inchlaringiz arib, a? Albatta, ha. Ko'nglingiz sal Ha, taskin endi topib o'z kelasiz. joyingizni ko'rsangiz yana boshqacha bo'lasiz, ota-onangizni yurgan joylari. Ha, ha. Maktabda birga o'qigan o'rtoqlaringizni ham ko'rib qolasizmi gohida? Ha, mana shu yerda shu qo'shnilarimiz shu sinfdosh bitta joyda biz. Ha, Men sinfda. sizlarni bilganimda ularni chaqirardim, Ha. to'yda bo'lishib nima qilardik, gaplashardik. Mana o'zimizni yoshligimizda doktori, Ha, ha.
Xudoga shukr. Hozir kimlar bilan yashaysiz? Oilada necha kishi yashaysizlar? Oilada xo'jayinim, 3 ta nevaram, Ha, keliningiz. kelinim, o'g'lim, ular bo'lak bo'lib chiqqan. Kelishda yurishadi ko'proq. Ha. Shitda. Nabiralardan, oila a'zolaridan tabriklar olamizmi? Yaxshi niyatli. Olamiz. Yuring birga. Hech kim yo'q-da. Hech kim yo'q? Yo'q-da. Bibi Maryam, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ha, Mazza qilib o'ynab, kulib yuribsizmi? Bugun kimni tug'ilgan kuni? vafamdi. Va joningizni tug'ilgan kunlari, a? Sizni ismingizni kim qo'ygan? Bibi Maryam deb. Bobom, Chiroyli ismingizni o'zingiz ham bilasizmi chiroyliligini? O'zingiz ham chiroyli qiz ekan, a? A? Va joningizni tabriklang. Va jon tabriklayman deng. Ayting. vafam tabriklayman. Sog' bo'lsinlar. Sog' bo'lsinlarmi? Siz ham sog' bo'ling, a? Yuzlarga kiring, a? Guldastani buvijoningizga topshirasizmi? Topshiring. Sabina, yaxshimisiz? Ha, Yaxshi yuribsizmi? ha, Bugun kimni tug'ilgan kuni? ochamlarni Tabrikladingizmi yo endi tabriklaysizmi? endi tabriklayman. Tabriklang. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Hamma uy yumushlariga qarashasizmi siz? Ha, Ukalaringizga qaraysiz, a? ha, Ha. Onangizga yordamchi bo'lib yurasiz, a? ha. Maktabga bormadingizmi bugun? Borib keldim. Yaxshi baholarga o'qiysizmi? Ha, Rossiyada kim bor, Sabina? buvamlar borlar. Kim bor? Buvamlar. Ularga ham yaxshi gapingiz bormi? Ha, Ayting. Sog' bo'lishsin, a? ha. Sog' bo'linglar deng. Sog' bo'linglar. Siz ham sog' bo'ling, yaxshi baholarga o'qib yuring, maylimi? Xo'p. Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Masjidlarga borib namozlarni o'qib keldingiz. Duolaringiz qabul bo'lsin, ibodatlaringiz. Rossiyadagilar onaxonni tabriklash uchun bizdan jo'natishgan edi. Muhtarama volidamizga yaxshi niyatlarni yo'llagani borsangiz, padar buzrukvorimizni ham alohida niyatlarimizni aytib qo'yasiz. Juda ham yaxshi ko'rishimizni deyishgan edi. Padar buzrukvorimiz bilan mehribon onajonimiz biza farzandlarni hech kimdan kam qilmay voyaga yetkazishgan. Dunyo turguncha turishsin deb yaxshi niyatlar bildirishgan. Rossiyadagilar nomidan alohida tilaklarni bildiramiz. Onaxonni bugun ertalab tabrikladingizmi? Yo, endi tabriklayapsizmi? Ha, yaxshi niyatlarni aytib, ha? Ha, sog' bo'ling. Farzandlarga yaxshi niyatlaringiz. Qo'shqarimdan qo'sha qarib, baxt saodatni ko'rib, har qanday qolsinlar, nima niyatlari bo'lsa niyatlariga yetsinlar. Tirpoq olsalar oltin bo'lsin, oltin boshlari olmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz ham yuzlarga kiring. Onaxon bilan 100 yoshga yetganda ham nabiralar to'ylarida bosh-qosh bo'lib yuring. Musofirdagilar alohida ta'kidlab o'tishgan.
Padaru buzrukvorimiz va onajonimizni mehnatlari, xizmatlari juda ham beqiyos biza o'zimizni o'rnimizni topishimizda, farzandlarimizni tarbiyalashimizda, hayotda har qanday qiyinchilikni yengib o'tishimizda ota-onamizni maslahatlariga suyanamiz deyishgan edi. Shuning uchun sizlarga alohida rahmatlar aytishgan. Hamisha sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Niyati bo'lsa niyatiga yetsin. Alloh taolo Parvardigor barcha mo'min musulmonni, muhojirda yurgan barcha mo'min musulmonni o'z panohida asrasin. Ilohim, Ko'pga bersin, ko'pni qatorda farzandlarimga beraversin. ilohim, ilohim, sog' bo'ling siz ham. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aya, bular katta o'g'lingizmi, kichkina o'g'lingizmi? Ha, bugun ertalab tabriklaganlarmi yo endi tabriklayaptilar? Yo, tabriklagan. Ertalab tabriklab, yaxshi niyatlarni. Ha, yo'q, lekin yolg'on bo'ldi. O'g'li tug'ilgan kuni yo'q-da bu hamda. Ha, tabriklaymiz. To'yiga ketish uchun ma'qul jo'natganda. Tabriklar, mana tug'ilgan kunini hammasini qilib, tabriklab ketdik, mana keldik. Yaxshi niyatlaringiz onaxonga. Endi baxtimizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu hamisha mana yuribdi endi. Shuda boshqa yo'q. Shu endi hamma gap shuda. Men uncha ko'p chiroyli gapira olmayman. Eng asosiysi sog' bo'lsinlar. Ha, sog' bo'lsa. Rossiyadagilarga yaxshi niyatingiz. Rossiyada endi hammamiz tug'ilgan kunimizga endi jo'nataversin endi ishlar. Yuraversin, mazza qilib sholar ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, baxtli bo'lsin, bola chaqasini o'z havasini ko'rsin. Ha, endi bolachalar katta bo'lib yuraversin, ha? Ha, bo'ldi. Sog' bo'ling siz ham. Ikkita o'g'lingiz, ikkita qizingiz, shirin shakar nabiralar 13 ta. Qaysi o'g'lingiz sho'x bo'lishgan yoshligida, mana ayni farzandlaringiz yosh paytida shetlarda ko'chib kelib yashagansiz, dalalar bo'lgan, kim ko'proq sizni xafa qilgan bolaligida sho'xlik qilib? Shu Rossiyadagi o'g'lim sho'x edi. Sho'x edi, Rossiya. Qanaqa voqealarni eslaysiz sho'x bo'lgan davrlarini? Baribir onalarimizni yodida qoladi-ku, qaysidir qilgan sho'xliklari. Shu kanallarga qochib ketar edi. Ha. Qidirar edik. Ha. Shu xidda urush qilardi bolalardan ko'p. Ha. Maktabda ko'p urush qilar edi. Shikoyat ham eshitganmisiz o'qituvchilardan yo qo'ni-qo'shni mahalla kuydan? Yo, endi maktabda endi sho'xlik qiladi deb nima qilardimi? Yo'q, qo'ni-qo'shnilardan nima eshitganim yo'q ekan. Ha, sho'xligi uchun. Sho'xligi. Yo, endi sho'xada dabar. Ha. Bolalik farzandlaringizni bolaligini ham sog'inasizmi? Albatta sog'inaman. Hamma farzandlar jam bo'lib yashagan baribir u davrda. Davr boshqacha davrda ular endi hammasi to'da bo'lib. Umr oqar daryo degan gapga ishoncha baribir yana tez o'tib ketaveradi insonning umri. To'rtta balam to'ralasini xarakteri To'rxila. Ha. Mana bu o'g'lim endi boshqachada. Nimaga boshqacha? Ha, ko'ngillari keng, ha. Daryo bu. Ha. Yaxshi. Xudoga shukr, mana kami ko'simizda bir tirikchiligimizda bir nima bo'lsa, polni shu nima qiladi. Yonlaringda turadilar. Endi bu yonimizda turadi, u kami ko'simizda polni u to'g'rilaydi, endi pul tashlab turib. Farzandlarning borligi baribir baxt, yaxshi. Albatta, baxtda boriga shukr. Ming marta shukr. Qiynalgan kunlaringiz esingizdan chiqadimi shunaqa baxtli kunlarda aya yo baribir eslayverasizmi? Bir chiqadi, bir esda turadi, baribir turadi endi esda. Ha, baribir esdan chiqmaydi. Chiqmaydi, esdan chiqmaydi. Ayol kishini ko'proq nima qaritadi aya? G'urvatda. G'urvat qaritadi. U mehnat ish nima? Mehnatdan qarimaysiz. Mehnat yoshartiradi, aksincha. Shu g'urvat bo'lsa, ayol kishi tez qariydi. Notinchlikdan, notinchlikdan. Xudoga shukr, hammasi tinch. Ha. Insonni eng qaritadigan narsa g'urvatda. G'urvat bo'lmasa inson ancha-munchaga u kamchilik, u narsa o'tkinchi, g'urvat eng
Kelinlarni murosaga solish ham qiyinmi? Aya ba'zida qaynona sifatida nima deb o'ylaysiz, aya? Ha, endi bo'ladi, tirikchilik bo'lgandan keyin. ha. Ha, Xudoga shukr, meni kelinlarim zo'r, xuddi apa uka deysiz. Mehribon bir-birlariga. Bir-biriga. Apa ukadan zo'r. Nima yo'q. Undoqqa nima yo'q. Yaxshi kelinlarim, Xudoga shukr, hammasi. Ikkalasi ham o'zimni qizlarimdan ziyoda. Qizlarim ham yaxshi-yu. Baribir qizlardan yaqinroq bo'lib qoladi-da, Qizlardan kelinlar. yaqinroq bo'lib qoladi-da kelin endi. Qizlaringiz yaqinmi sizga yo uzoqlarga tushishganmi? Yo'q, bittasi beriroq, bittasi uzoqroq. Hammasi Rossiyada ular ham. Hammalar Rossiyada. Rossiyada. Ayajon yana bir marta tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Farzandlar alohida niyatlarni bildirishgan. Padar buzrukvorimiz va Mehridaryo onajonimiz biz uchun hayotimizdagi eng aziz qadrli insonlarimiz bo'lishadi. Juda ham yaxshi ko'ramiz, dunyo turguncha turishsin. O'shanday insonlar bizning yonimizda turishibdi, alohida faxrlanamiz. Padar buzrukvorimizni mana shunday mahalla kuyda, masjidlarda ko'rib faxrlanamiz. Onajonimizni xonadonimizda hamisha oyimiz bo'lib nur sochib turadilar. U alohida biz uchun faxr iftixor deyishgan edi. Hamma yaxshi tilaklarni bildiramiz. Osmondagi oyimsiz ona, hammadan ham boyimsiz ona. Farzandlarga birdek parvona, g'amlar ko'rmang aziz onajon. Yuzga kiring jonim otajon. G'amlarini yashirib yurgan, quvonsak gar yurakdan kulgan. Uyimizda oy bo'lib to'lgan, g'amlar ko'rmang aziz onajon. Yuzga kiring aziz dadajon deb yaxshi niyatlarni bildirishgan. Mehr ko'rsatuv ijodiy jamoasi nomidan ham alohida tabriklaymiz. Hamisha sog' bo'ling. Otaxon bilan nabiralar to'ylarida bosh-qosh bo'lib yurish nasib etsin ilohim. Farzandlar, o'g'lingiz, qizlaringiz, kelinlar alohida aytishgan, hammalari bilan gaplashganman. Onajonimizni bu galgi tug'ilgan kunlarda Xudo xohlasa umra safariga jo'natish niyatlarimiz bor. Hoji ota, hoji ona bo'lib yurish baxti ham ilohim nasib qilsin. Hamisha farzandlarni, nabiralarni ardog'ida yashab yuring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biza kelganimizda baxtiga sog' bo'linglar. Qo'shganlaringdan qo'sha qaringlar. Bala chaqalaringda huzur halovatini ko'ringlar. Rahmat. Biza kelganimizda kamgina bo'lsa ham sizni hayajon bosdi. Endi hayajonlaringiz bosildi. Kameraga mana o'zi o'rganib qoldingiz, ha? Farzandlarga yaxshi niyatlaringiz, musofirdagilarga. Sog' bo'lsin. Bala chaqasini baxtiga sog' bo'lsin. Qo'shganlarimdan qo'sha qarisin. Yasha o'g'lim, Zamira, hammalaring sog' bo'linglar. Nima ham deyman? Ishlarini ishlaringni baroridan bersin. Boshlaring toshdan bo'lsin. Qo'shganlaring bilan qo'sha qaringlar. Rahmat, dunyo turguncha turinglar. Sog' bo'ling siz ham. Ota, yaxshi niyatlaringiz. Ha, tinch bo'lsin, eson bo'lsin. Farzandlariga bosh-qosh bo'lsin. Arqamizda qolsinlar. Nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetkazsin Alloh taolo. Tirpoq olsalar oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Qo'shganlaridan qo'sha qara bo'lsin. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim farzandlar niyat qilishgan edik, hoji ota, hoji ona bo'lish nasib qilsin. Sizlarga o'xshagan ota-onalarimizni juda ham qadrlaymiz. Farzandlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, har bir xonadonga mehr, muhabbat bag'ishlab yuribsizlar. Nabiralarning to'ylarida yana bir bora aytaman, bosh-qosh bo'lib yurish baxti nasib etsin. Azizlar, Zamira opa, Farruxjon, mana tabarruk xonadoningizga keldik. Mehridaryo volidangizga, padar buzrukvoringizga chiroyli niyatlarimizni imkon qadar yetkazdik. Yaxshi niyatlarni ham sizga yetkazdik. Mehridaryo onajoningiz, tabarruk padar buzrukvoringiz baxtingizga hamisha sog' va omon bo'lsinlar. Shirin shakar nabira evaralarni to'ylarda bosh-qosh bo'lib yurishlarini chin dildan tilab qolamiz. Mehri cheksiz fayzi bo'lak uyimizda. Parvonadir doim tirgak yo'limizda. Jannatimiz ta'zimdamiz onajonim, ona uchun ezgu tilak dilimizda. Hali hamon o'ylab yashar bolam deydi. Nabiralar jonu dilim lolam deydi. Ikki kafti duolarga to'lib ketgan ko'zlarimning gavharlari bolam deydi. Hamisha bizni duo qilib turguvchi ota-onalarimiz sog' va salomat bo'lsinlar. Otaxonni, onaxonni duolari ijobat bo'lib yurtimizda tinchlik, farzandlarimizni baxtiyo'y kamolini ko'rib yashash baxti hammamizga nasib etadi. Barchangizga ezgu niyatlarni bildirib qolamiz. Musofir yurtdagilarga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Ayajon, ana shu shirinlikni farzandlar Rossiyadagilar nomlaridan qabul qilasiz. Onajonimiz borlar bizani hayotimiz tortdek shirin, bitta shirinlik olib borasiz deyishgan edi. Farzandlar, nabiralar bilan baham ko'rasiz. Sog' bo'ling ilohim.